Assalomu alaykum. Sezar Natijnoy patolog obunachilar. Navbatdagi ishimiz Kalinin 4-brigadaga keldik. Kalinin 4-brigada mijozimiz Natijnoy patologga zakaz qilib qo'ydi. Aziz obunachilar, Xudo xolasa video davomida realniy ishimizni qisqacha ko'rsatamiz. Keyin o'sha bitgan xonalarimizni obzorlarini ko'rsatamiz. Video oxirlaridan ko'rsangiz, aziz obunachilar, baholari, narx-navolari, necha so'mda ishlab berayotganimizni aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, e'lonimiz bor. Sezar Natijnoy patolog firmasi Bo'stonda, Beruniyda 4 yilda ofis sexlari bo'lganligi sababli endi bizlarga ishchi kuchi ko'proq kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda dizayner bolalarimiz kerak bo'ladi, ikkinchi mobilograf bolalar kerak bo'ladi. Ish postoyanniy bo'ladi. Agar Sezarda ishlashamiz, firmada ishlashamiz desanglar, ekranning pastida ofis sex nomerini qoldiramiz. Bemalol bog'laninglar, batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Qani, ketdik, videomizni boshladik unda. Yürüyoruz. Hey Harman. Aziz obunachilar, realniy ishimiz ketib turibdi. Hozir qisqacha ko'rsatib beramiz, keyin o'sha bitgandan keyin obzorni ko'rsatamiz. Xudo xolasa 3 xonasini Natijnoy patolog tartib beryapmiz. Lyustra ustanovkalarning hamma ishlarini bitirib beramiz aziz obunachilar. Hozir qisqacha realniy ishlarimizni qo'yib ko'rsatib beramiz. Aziz obunachilar, Xudo xolasa mijozimizni, klientimizni ishini yorug' yuz bilan topshirdik. Dogovorda qanday dogovor qilgan bo'lsak, Xudo xolasa lyustra ustanovkalarini ajoyib qilib, chiroyli qilib ustanovka ishlarini ishlab berdik. Aziz obunachilar, video so'ngida ishlangan natijlarimizni obzorini ko'rsatamiz aziz obunachilar. O'sha didini ham, oboyi ham bir-biriga qo'shgan. Bugungi mijozimizni tanlagan Natijnoy patologi 3 patologini ishlab berdik. 3'si 3 xil bo'ldi. O'sha chiroyli Natijnoylardan tanlagan ekan bugungi mijozimiz. Hozir mijozimizning o'z fikrlarini bilib o'tamiz. Sezar haqida, firma haqida, baholari haqida batafsil mijozimizning o'zidan bilib aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, Sezar obunachilari. Yana men ham shu o'zimdan bo'yicha Sezar bilan dogovor etib bir nima deydi, 3 kat joyimni ishlatdim. 3 katang? Ha, 3 kat joyini ishlatdim. Sezarning ishlarini omad. Rahmat. 95 ming so'mdan kelib ishlab berdilar 3 kat joyimni. Kvadrat metrini 95 ming. Hamma vaji o'zida hech narsa yo'q, hech qanday. Shu dogovorda shu dogovor 95 ming so'mdan kvadratini. Qaranglar, qonunga hozir 3 xonani tortib qo'ydik-ku. 3 xona tortildi. Hava. Kraski isi bir boshqacha is sezib turganingiz yo'q. Toza mahsulotmi? Toza mahsulotli, ya'ni ishlarına gap yo'q. Baholari oydinmi? Oydi 95 ming so'mdan hech nima emas. Men roziman shu 95 ta. Sizlar shu zamirshikimiz, dizaynerimiz o'zingiz tanlagan vajni aytib ishlayaptirmizlar? Hammasi yo'q. Boshqa narsa ko'rsatib, boshqa narsa yo'q. O'zimni tanlaganim shu 3 ham. O'zingizga yoqdi, o'zimga yoqdi. Bo'ladi, zo'r tanlaganingiz zo'r chiqibdi lekin. Sizlarning ham ishlaringiz omad. Rahmat qonunga. Rahmat, qo'ylar bo'lsin, yaxshi kun. Rahmat. Obunachilarimiz hozir obzorni ko'rsatamiz. Niyat qilgan obunachilarimizga birdan like bosib qo'yasizlar. Obunachilarimiz o'sha gap bo'lishi mumkin emas. Natijnoy patolog ham, remont ham havas qilsangiz arziydi aziz obunachilar.
Natijno patologga fotoboya zakaz olamiz. Ekranda ofisni, sexning nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xorlashaversa, ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Obunachilar, ajratgan vaqtlaringizda rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha obzorni ko'ring. Bir dana like bosib eshitdan chiqmasa. Rahmat hammaga.